birinchi musulmonni beradigan savoli shu ishga Alloh nima degan? Shu ish haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shu savolni berish kerak. Bir ish qilmoqchi bo'lsa, odamlar qanaqa qilib qilyapti o'zi bu to'yda? Ya? Iftor qilyapti, siz o'zi qanaqa qilyapti odamlar deb turib, bizni birinchi o'lchovimiz nima? To'g'rida, insof qilib aytaylik, odamlar nima? Robbingizga qasamki, ular deydi Alloh taolo. O'rtalarida paydo bo'lgan ishlarni, hukmini Alloh va Rasuliga qaytarmagunlaricha, Alloh va Rasuli chiqarib bergan hukmga bo'ysunmagunlaricha va bo'ysunganlaridan keyin qalbida g'illag'ashlik qolmagunicha iymoni komil bo'lmaydi. Ya'ni bizni tilga o'girsak, problema chiqadi, yechimni Allohdan so'rasa iymonli bo'ladi. Shular bilanmi yo'q? Bo'yinsunsa yana iymonli bo'ladi. Shularmi yo'q? Bo'yinsunib ham tamomiy qalbida bir xotirjamlik bo'lishligi kerak. Xo'p deb qiladi. Lekin ba'zida norozilik qoladi odamning ba'zilarida. Esimizdan chiqmasin, bizni birinchi